do'stlarim. Bugungi videoda biz Mazdaga qanday kimgadir Smart TV bor. Smart TV bo'lsa kommentariyada yozib qo'yinglar. Smart TVga qanday Smart TVda qanday qilib ulab o'ynashasiz. Masalan, telefoningizda o'yin o'ynayotgan bo'lsangiz, Smart TVda ulab o'ynasangiz, Smart TVda qanday o'ynayotgan bo'lsangiz, xuddi o'sha narsa chiqadi. Men sizlarga buni o'rgataman. Play Marketga kiramiz. Xo'sh, yozamiz. Al Mirror deb yozamiz. Uzr. Al Mirror mana chiqdi. Yo, bu hozir chiqmadi do'stlar. Uzr. Hozir o'zbekchasiga yozamiz. Mana telefon televizorlarda yozamiz. Mana bu narsa, ana bu. Screen mirroring. Menga bu o'rgatilgan. Mana. Bu narsa chiqadi, ehtimol bilmaysizlar. Bosib boramiz. Mana bu connect degan joyga kiramiz mana. Connect degan joyga kiramiz. Men bu televizorga ulaganman mana bunga. Mana shu narsani ulab o'ynashingiz mumkin. Ana bunga like va obuna bo'linglar. Do'stlarim. Like va obuna bo'ling. Qancha tez obuna bo'lsangiz, shuncha like va obuna bo'lsangiz, shuncha tez obuna video chiqadi. Do'stlarim, rahmat sizlarga 14 obunachi uchun bir balodan kechishimiz kerak. U ham 14 bo'lib qolibdi qandadir. U qarindoshlarga video qilyapti. Iltimos unda o'tishimga yordam beringlar. Do'stlar, qachonki 100 ta obuna chiqsak, men sizlarga uyimni ko'rsataman. 100 ming ta obuna chiqsa, men sizlarga yuzimni ko'rsataman. Okey, xayr do'stlar.